Selam dostlar, Qozonimiz bo'yicha sayohatimizni davom etamiz. Bugun biz Shirikkul parkida. Ani uchun Shirikkul deb atalgan, siz to'g'ri bilirsiz. Park Vakitov rayonida o'rnashgan. Parkka kirish uchun biz G'oshiqlar arkasi bo'yicha o'zarga tegish. Bu arka 20-asrning 30-yillarida tuzilgan, ham elliptik formada. Arka akustik o'zinshalikka ega. Arkaning ikki yog'ina bosgan kishi bir-birisi bilan pishildab сөйләшәләр, ham ularni bir kimda eshitmayacak. Shunga ko'ra Qozonlilar bu arkani G'oshiqlar arkasi deb ataganlar. Shoyan TV qora bo'lsa ingshab bola. Rejissyor opa meni eshitdi. 16-asrda bunda bir necha ko'l bo'lgan. Ular bek chista bo'lganlar. Onda hatto baliq tutganlar. Vaqt o'zgan ko'llar sozliqqa aylanganlar, ham ko'milganlar. asrning o'rtasiga qadar hozirgi Lenin bog'chasidan Qozon suv ilg'asina qadar oralikda 4 ko'l bo'lgan. Oq, Shirik, Munsha ham Shoqshi ko'li. Oq ko'l eng yuqorida bo'lsa, Shoqshi ko'l eng tubanda bo'lgan. Endi bugungi Dzержинский urami bo'yicha Munsha ko'li ham Shirik ko'l o'rnashgan bo'lgan. Munsha ko'li yonida mirzalarning ham oddiy xalqning munchalari o'rnashgan. Munchalarning suvlari Shirik ko'lga oqqan. Shunga ko'ra аңа Shirik deb ism berganlar. Qozon xonligi bosib olingan munchalar jimiriladi. Endi Munsha ko'li bilan Shirik ko'l birdam Shirik ko'lina avrila. Vaqt o'zi bilan ko'l pishrana, sozliqqa aylana, ham ondan noshar islar kela boshlaydi. Shahar idorasi bu ko'lni ko'marga deb qaror chiqara. Ham 1889-yilda ko'l to'liqcha ko'mila. 19-asr ozag'ida ko'l o'rnida bog'cha ko'tariladi. Ham bu park shaharlilarning deb ko'ngil oshu o'rnina avrila. Parkda restoran, fotografiya pavilyonlari ishlaydi. 1894-yilda bunda fontan ochiladi. Qishlarin fontan o'rnida shug'aloq jayiladi. 200 yilga yaqin tarixi bo'lgan yangartilgan Shirik ko'li bugunda Qozonlilarning yaratgan yol o'rni. Qozonimizning har urami, har pishmog'i tarixiy voqealarga boy do'stlar. Tug'an yoq tarixini o'rganigiz, sog' bo'ling'iz.